Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men miltiqqa skin olishga o'rgatdim. Mana do'stlar, birinchi xohlagan kartangizni tanlab olasizlar. Men masalan tundrani yo'q. Mana desert degan kartani tanladim. Start bosasizlar, kirgandan keyin любой personaj tanlab okni bosasizlar. Keyin jichcha o'ynaysizlar, pulni ko'paytirib. Yo'q. Keyin mana settingizga kirasizlar. Mana difficulty degan joyda birga olib kelib qo'yasizlar. Keyin chiqib ketasizlar. Chiqqandan keyin do'konga kirasizlar. Do'konda purchase skin chiqadi. Shu purchase skinni yoqib qo'yasizlar. Endi o'ynaysizlar jichcha. O'yin akamga pul yig'ib olamiz. Keyin skinni ko'rsataman. O'zi men hech qaysiga skinim yo'q. PUBG unaqa kontrda skinim yo'q. 1700 dollar bo'ldi. Hozir 3700 dollar, 4500 akim. Hozir sizlarga ko'rsataman do'stlar. Purchase skin yoqqandan keyin keldi ayame qilasizlarda. Keyin moto olasizlar. Moto olgandan keyin boshqa g'alati moto oldim. Shuni kildi deb o'lib qoldim men. Bo'pti, King Round tanlaymiz. Biz yutdik mana. Counter terrorist win. Biz yutdik. Endi hozir akimga xohlagan mashina motorlarga tanlaysizlar. Men yetdimi? Yetar ekan. Men mana shuni tanladim mana. Tayyor skin beradi sizlarga. Do'stlar, mana sizlar obuna bo'linglar, kommentga ID yozinglar. PUBG ID yozgandan keyin birga o'ynaymiz do'stlar. Sizlar bilan shoh bubigim Mr. Shoh bubigim Mr. Shoh bo'ldi. Xayr bo'pti do'stlar. O'yinni ko'rib ketinglar, hech bo'lmasa. Mana shu raund ko'ringlar. Obuna bilan like bosinglar. Obuna like. Muhimi obuna like. Kommentga PUBG ID'ni yozib qoldiringlar. Do'stlar. Bo'pti, men o'ldim. Sizlar bilan Shoh, Mr. Shoh bo'ldi.